testdan o'tkazib yuboryapti, bemalol o'tib ketyapti, 7,5-8 da. Hozir yozyaptimi? Qancha? 1,238,000 shtraf. Uchan kech qoldingizmi? Okalar, rost gapirsangiz ishonmaydigan, yolg'on gapirsangiz ishonadigan zamonga kelib qoldik. Xo'p, hozirgi kunda og'ir yuk avtomashinalariga cheklov qo'yilgan soat 7 dan 10 gacha. Shoferlarimiz harakat qilishyapti, vaqtliroq olib kelib berishga. Mijozlarimizga sal kechikyapti, sababi akalar 7 soat bir kunda vaqt to'g'rilayapti. Ertalab soat 7 dan 10 gacha, kechki payt soat 5 dan 9 gacha. Akalar, biz hech qanaqa siyosatga qarshi emasmiz, lekin butun O'zbekiston shoferlarining nomidan iltimos qilib qolamiz, shu cheklovni vaqtini sal kamaytirib bersanglar. Sababi ko'ryapsizlar, og'ir yuk avtomashinalar bular ham o'zini o'zi zo'rg'a teryapti, yuribdi. Mana ballonlari ham lissiy bo'yapti, ko'ryapsizlar. Balloniga yetkazsinmi, salarkasiga yetkazsinmi? Bu cheklovlar bizga nimaga qiyinchilik tug'diryapti? Bir kunda bitta xo'tka qilyapti shoferlar. Akalar, mana shu shoferlar xo'tkasiga 150 ming so'm pul oladi. Bir kunda 150 ming so'm pulga nima qila oladi? Ayting shuni. Yo'l kirasiga yetkazsinmi, taksisiga yetkazsinmi yoki ro'zg'origa yetkazsinmi? Bir kunda 3 ta xo'tka qilsa 450 ming pul ishlaydi, akalar. Butun O'zbekistondagi og'ir yuk avtomashinalarni haydaydigan shoferlarning nomidan iltimos qilardik. Kerakli joyga shu videolarimizni yetib borib, xattiyabi ertalabki cheklovdan 1 soat, kechki paytki cheklovdan 1 soat vaqtni olib tashlanglar, bizga ancha